Assalomu alaykum vatandoshlar. Mana bugun 2026-yil 28-iyul kuni mana jo'jalarimni obzor qilyapman. Bu yoshiga to'lgan raketa makonim bu. O'ta zoti toza. Bu zotning otasi, bu makonning otasi hozirgi kunda Xorazm viloyati Gurlan tumanida chempion zot. Otasi Xorazmda polniy chempion. Bu makonning otasi. Bu makonning o'zi ham menga yaxshi pulga kelgan. Mana jo'jalari. Bu jo'jalarning otasini, mana shu jo'jalarning otasi. Bu ham chempion zot. 6 kiloluk jo'ja. Mana shu xo'roz hozirgi jo'jalarning otasi. Mana bu o'zi ham chempion xo'roz. Yoshini endi to'ldirdi, yoshini to'lib o'tdi. Bu 6 kilo. Hozir Tulovda. Bu yonidagi 4,5 kiloluk makon. Bitta jo'jasi bilan bu ham. Mana xo'rozning yuz tuzilishlari bu o'ta yirik. Bu Xudo xohlasa bu O'zbekiston chempionatiga o'ynaydigan xo'roz bu. Xullas bu makonim 4,5 kilo. Bu ham o'ta chempionning qizi. U samurayning qizi. Mana zot. Kimga qiziq bo'lsa, o'shanaqa kuchli zotlar menda. Unaqa arzonchi, yutqazib qo'yish ehtimoli bor degan zotlardan yo'q. Faqat yutadigan. Mana shu Tulovdan chiqsa 6 kilo jo'ja, endi bu 6 kiloda o'ynaydi. Может, undan og'irroq bo'lishi mumkin, 6 kiloda o'ynaydi. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Libboy mamlakatga o'ynab beraveraman. Mana shuni. Xohlovchilar bo'lsa, puliga mana shu turgan labomni qo'yib o'ynab beraman. Mana shu mashinani qo'yib yuboraman. O'shaning pulini hisoblab o'ynayman deganlarga mana shu xo'rozni o'ynab beraman. Hozir emas.